366-bob. Kunduzidan kechgacha jim, sukut qilib yurishdan qaytarilgani haqida. 1800-hadis. Ali raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning balog'atga yetgandan keyin yetimlik yo'q. Kunduzidan kechasigacha jim, sukut qilib yurish yo'q deb aytganlarini yodlab oldim. Abu Dovud Hasan isnod bilan rivoyat qildi. Imom Xattobiy bu hadis sharhida jim yurish johiliyat ahlining amallaridan edi. Islom kelganidan keyin bundan qaytarildi va zikr hamda yaxshi so'zlarni gapirishga buyurildi. 1801-hadis. Qays ibn Abu Hozim raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abu Bakr Siddiq ahmaslik Zaynab degan bir ayolning huzuriga kirdi. Uning gapirmayotganini ko'rib, unga nima bo'ldi? Gapirmayapti? dedi. U so'zlamay haj qilmoqchi deyishdi. U kishi unga gapirgin, chunki bu halol emas. Bu johiliyat amallaridan dedi. Bas u gapirdi. Imom Buxoriy rivoyati.